Ertak, shohli Iskandar. Qadim zamonlarda Iskandar ismli podshoh hukmronlik qilgan ekan. U sochlarini oldirganidan so'ng har doim sartaroshni o'limga hukm qilar ekan. Ancha vaqt o'tgan bo'lsa-da, Iskandar sartaroshlarni nima sababdan qatl qilganini hech kim bilmas ekan. Nihoyat podshohning sochini olishga birorta sartarosh topilmay qolibdi. Qidirib qachonlardir yoshligida sartarosh bo'lgan bir qari cholni topib saroyga keltirishibdi. Qariya Iskandarning sochini olib bo'lib, endigina ketmoqchi bo'lgandi. Kutilmaganda Iskandar jallodni chaqiribdi. "Menga rahm qiling, podshohim", yolvoribdi qariya. Iskandarning cholga rahmi kelibdi, lekin unga Iskandarning shohi borligini hech kimga aytmasligini haqida dahshatli qasam ichiribdi. Chol va'dasini unutmabdi va sukut saqlabdi, lekin bu sir unga halovat bermasdi. Bu dahshatli sirni ichida saqlashga sabr tugagan chol shahardan bosh olib tog'larga ketib qolibdi. Tog'da qurib qolgan quduqqa duch kelibdi. Quduqqa boshini egibdi va ovoz boricha baqiribdi: "Iskandarning shohi bor!" Chol shu so'zlarni aytgan zahoti bu sirdan qutulib, yengil tortib, quvonganicha uyiga qaytibdi. Biroz vaqt o'tib, shu quduqdan juda chiroyli qamish o'sib chiqibdi. Tog'larda qo'y boqib yurgan yosh chopon yigit quduq yaqinidan o'tayotib, qamishni ko'rib qolibdi va undan nayga sapdi. U o'zi yaxshi ko'rgan kuyni chalmoqchi bo'lib, nayni puflasa, kuy o'rniga "Iskandarning shohi bor" degan ovoz taralaveribdi. Chopon nayni sindirishga ko'zi qiymay, uni chalib yuraveribdi. Bir zumda bu qo'shiq shaharda ovoza bo'libdi va podshohning ham qulog'iga yetibdi. Podshoh shu zahoti sartarosh va choponni tutib, huzuriga keltirishni buyuribdi. Chopon bilan chol ikkisi podshohdan ularning bir qoshiq qonidan kechishini so'rab, bo'lgan voqeani aytib berishibdi. Qattiq g'azablangan podshoh nayni sindirib tashlabdi va chol bilan choponni quvib yuborishni buyuribdi. Lekin shundan buyon Iskandarning shohi borligi haqidagi ovozlar el orasida tarqalib, uzoq zamonlargacha og'izdan og'izga ko'chib yuribdi. Og'izdan og'izga, avloddan avlodga ko'chib yuribdi. Mana ertakimiz ham tugadi. Kim eshitgan bo'lsa, barakalla. Rahmat.